qo'yib, hamma bu ziyofatga qorni to'qlarni aytib kelib, mana bu narsani qilishlik biror bir faqir chaqirilmagan, biror bir muhtoj chaqirilmagan ziyofatnigina ehson demaylik. To'g'ri, ochlik yedirish, birodarlarni ziyofat qilish bu narsa ehsonning ma'nosi, lekin ehson ma'nosini hammasi emas. Ehson ma'nolarining bittasi bu. Lekin haqiqiy ehson an ta'budu robbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Har bir amalda Allohni ko'rib turgandek shu tasavvur bilan hayotimizda yashashligimiz ehsondir bu. Mana shu sifatga ega bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu sifat egalarini yaxshi ko'raman deb va'da qildi. Vallohu yuhibbul muhsinin. Bu birodarlar, qiyinchilik vaqtlarda ehson muruvvat qilgan, xursandlik vaqtlarda muruvvat qilgan va hamda achchiqlarini yutgan, odamlarning xatolarini afv qilgan kishilardan ham balandroq odam. Vasari'u ila maghfiratin min rabbikum va jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallohu yuhibbul muhsinin deb muttaqin taqvo sifatidan ham oliy sifat ekanligiga ishora qilyapti. Shuning uchun bu har bir harakatda Allohni ko'rib turgandek, yo Alloh meni ko'rib turibdi degan tasavvur bilan hayotdagi yashash bu ehson maqomidir. Alloh subhanahu va taolo ko'p o'rinda Alloh bunday sifat egalari muhsinlarni yaxshi ko'radi degan. Vallohu yuhibbul muhsinin. Odamlar bir kishilarning muhabbatiga sazovor bo'lishlik uchun qanchalik harakat qilishadilar. Alloh Robbil alaminning muhabbatiga sazovor bo'lishlik uchun harakat qiladi. Farih, ya'ni haddan tashqari xursand bo'lgan kishilar. Yo'inki sifati mushabbaha deb mana arab tilini bilgan ukalarimiz bilib turishdi. Ya'ni farih istimrorni bildirsa, doim xursandlik bilan o'ziga quvonib yurgan odamni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Qorunning qissasida Alloh subhanahu va taolo mana Qorunni Musa alayhissalomning qavmidan bo'lganligini, inna Qoruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim va ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa. Id qala lahu qawmuhu la tafrah inna Alloha la yuhibbul farihin. Qorun Musa alayhissalomning qavmidan bo'lganligini Alloh xabar beryapti bizga va u Qorunga buning xazinasini bir jamoa odam ko'tarib yuradigan darajada xazina berganligini, ya'ni quvvatli bir jamoa ko'tarib yuradigan darajada katta xazina berganligini bizga xabarini beryapti. Ba'zi birodarlar bu hikoyani ko'p eshitgan bo'lsa, bir ya'ni kalidi degan gapni eshitgandiku deb qolinmasin. Bu kalidi degan so'z arab sarfini sal xatosidan kelib chiqqan. Chunki miftahni jam'i mafatih bo'ladi, yo bilan. Maftahni jam'i mafatih bo'ladi. Quvonma. Alloh bunaqa quvonadiganlarni, dunyo bilan quvonadiganlarni yaxshi ko'rmaydi deb ogohlantirdi. Bu ogohlanmadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda bizga ogohlantiryaptiki, farih bo'lgan odamlarni Alloh yaxshi ko'rmasligini. Doim bu o'zini moli davlatiga quvonib yurishlik bu Allohni yaxshi ko'rmasligiga sabab bo'ladi. Mana shu musibatdan ko'pchiligimiz ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Xullas, vallohu alam hozirgi o'rinda biz Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rmaydigan 11 ta sifatni aytib o'tgan bo'lgan bo'lsak kerak. Mana bu sifatlar giriftor bo'lgan odamlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Bu Qur'oni Karimdagi nas bilan sabit bo'lgan. Bu sifatlardan mu'min kishi o'zini chetga olishlikka harakat qilmoqligi kerakki, inshaalloh yanagi darsimizda Alloh yaxshi ko'radigan sifatlarni zikr qilamizki, bu ijobiy sifatlar, mana bu sifatlar bo'lsa salbiy sifatlar, bu sifatlardan o'zimizni chetga olishligimiz kerak bo'lsa, Alloh yaxshi ko'radigan sifatlar bilan muttasib bo'lib o'zimiz shunga ega bo'lishmoqligimiz kerakki, Allohning muhabbatiga sazovor bo'lamiz. Mana bu hozirgi darsimizda aytilgan sifatlardan o'zimizni chetga olsak, Allohni yomon ko'rishligidan biz saqlanib qolgan bo'lamiz. Biror bir kishi Alloh
yomon ko'radi meni demaydi. Hammani mana tillarda eshitiladiki, xalqlar o'rtasida Allohning suyumli bandalari bo'lib qolgan ekanmiz deb. Allohning suyumli bandalari bo'lishlik o'z-o'zidan bo'lmaydi. Alloh yomon ko'rgan sifatlardan chetlanish va Alloh yaxshi ko'rgan sifatlar bilan sifatlanishlik bilangina bo'ladi. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in.